videoda bugun bizda mafiya o'yini bo'ladi. Ya'ni har doim YouTube'ga chiqadigan o'sha mafiya o'yinida o'zimiz tariximizda o'ynab ko'ramiz. Xo'p, bugun bizda Tudefendi jamoasi bolalar xudo xolasa choylik videoni boshlab olamiz. Hop. Birinchi har bitta odam o'zini video uchun tanishtirib qo'yadi. Keyin o'yinni boshlaymiz. O'yinning sharoitlari, qoidalari bilan. Afzal Farxuzxo'ja 2010-yil 10-avgustda. Hop. Mirjalol 2010-yil 10-oktyabr. Islom. Balandroq. O'zing isming? Bo'l. Gapir. Aha. Hop. O'rtaxo'ja Abdulxo'ja 2013-yil. Hop. Anvar Favzor 2012-yil. Ismag'ulubey 2012-yil. Arrosh. Endi o'yinimizni ham boshlab olamiz. Sekin Bismillahirrohmanirrohim deb. Hop, nechinchi yilga qarab ketdik biz? 89 va 90-yillar. O'zbekiston mustaqil bo'lishidan 1 yil avval. Hop, hozir hammaga tun bo'ladi. Men ikkita mafiyani aniqlab olishim kerak. Tushunarli? O'sha komissar va doktor ham. Bittada hammani aniqlab ketaman. Hech kim ko'zini ochmay turadi. Tushunarli? Ha, borib bitta aylanamanda qo'lim tekis ketaman. Birinchi aylanishimda mafiyani, ikkinchi aylanib o'tganimda doktorni, uchinchi aylanib o'tganimda inspektor. Davom etdik. Hammaga tun. Nagli yo'q. Xuddi shu vaqtda men Afruzni birinchi mafiyamiz etib sayladim va o'ylab uzog'i Ulug'beyni ham mafiya etib saylashim to'g'ri keldi. Va men endi o'zimizga doktor izlab topdim, doktorni ham belgiladim. Bu Mirjalol edi. Va men keyingi davraga o'tdim, ya'ni inspektor tanlash jarayoniga o'tdim. Va men komissar qilib o'zimizni Baxtiyorni komissar qilib sayladim. Va biza o'yinga startni berdik. Mafiyalar davridamiz. Hop. 89-yil yangi yil arafasidan boshlanyapti. 21-dekabr kun-tun bir xil bo'lgan kun. Hop. Endi undan oldin biz bir o'zimizni tanishtirib olamiz. 21-da aholi o'tirib, yangi yil oldi bir suhbat qurishdi-da. Ko'ramiz, bitta tanishtirib chiqamiz. Bani boshladik. Afruzdan boshlaymiz. Kimmiz? Mana Sof Thomas Shelby. Obvious. Hop. Hop, ismi? Louis Montana. Oh, billa. Jibtir. Gabriel. Doktorlar ham ko'payib ketdi. Bitta sen mestr bo'lsa senga ham bu doktor a. Abbos kimni ishlaymiz? Kimmiz o'zi? Telefon. To'g'ri paytda ham bo'lgan kinolarda. Hop. Nima ish qilasiz odatda? Osmonga qarab fitki qotasanmi? Baxti kimmiz? Peter Pan. Oh, billa. 89-yildamiz biz, davay jiddiy kirishamiz. Chiqariladi. Davay. Toha kimsan? Bozorchimi yana? Oddiy aholiga. Yo. Anaqa befoyda ishchimi? Hop, ketdi. Sotuvchi. Nima sotasan? Narkobaron emasmi ish qilib? Bo'ldi. Mafiyani o'ng qo'limizdan nimadan cho'tib bajaring. Basharaman o'qib ketyapti-da cho'tdi. Ha? Kim?
Paketa? Macheta? Xullas, nima tetyapmiz sen? Hop, ular. Mirni jiti. O'ldirib ketsa ham ishlanmaysanmi? Bo'pti, birinchi ataga sangan bo'lishdan donimizdan sirasi bo'lmasa. Hop, men kabinet to'g'ri olaman. Endi 21-da kadr toq tunni yarmi qilib mafiya yo'lga chiqishni boshlaydi, mafiyalar. Ko'z yumamiz. Hop, soat 23:59, 12 bo'lyapti. Mafiyalar bir tanishib olishsin, ikkalovlik ham bitta joyga qarab ketishyapti. Hop. Endi ular hozir o'ldirgan odamni topib olish kerak. Qani kimni o'ldirishyapti? Hop. İşini qildi. Mafiyalar shu kuni endi doktor borib davolash kerak. Doktor ko'zini ochadi. Hop, doktor ham ishini qildi deb umid qilamiz. Inspektor shartli ko'zini ochsin-da, tez bizga topib bersin, kimdan gumonlanadi. Inspektor topdi degan umiddamiz. Hop. Endi ko'zlarni ochamiz. Bizda jertva bor. Lekin uni ismini aytolmaymiz. Chunki doktor to'g'ri davoladi va inspektor ham o'zining ishini qildi. Mafiya chiqib ketdi. Ana endi bundan oldin kim o'zini o'lgan deb o'ylaydi va kim mafiya deb o'ylaydi o'zini? Hop, ulug' chiqib ketdim deb o'yladi. Nima uchun? Men gapimdanmi? Hop. Islom nima deb o'ylaysiz? Balandroq. Abdulloh chiqib ketdi deb o'ylayapsan. Abdulloh kimni chiqib ketdi deb o'ylaysan? Mafiya kim edi? Abzarmi? Abzar kimni deb o'ylaysan? Bo'ldi, bo'lmasa ko'p cho'zmaymiz. Doktor ham ishini qildi, uddaladi. Inspektor ham o'zining ishini qildi, uddaladi. Mafiyani bir o'zi qolib ketdi. Mafiya o'yindan chiqdi. Mafiya va bizani birinchi bo'lib mafiyamiz Afruz o'yinni tark etdi. Bo'ldi. Yo'qqa keltirib. Hop. Endi o'yinimiz yana ham qiziydi. Xo'sh. Lekin yaxshi, topish yaxshi. Keyingi minut. Ko'zlarni yumamiz, yigitlar. Endi hop, mafiya o'zining sherigini qochish jarayonida yo'qotdi. Inspektor bilan doktorga gap yo'q. Endi mafiyamiz revansh, ya'ni al-qasos minal haq qilish uchun 25-dekabr yangi yil kelmasdan turib o'z ishini qilmoqchi. Mafiya ko'zini ochib, o'sha qotillik qilmoqchi bo'lgan odamni bizga ko'rsatsin. Xo'p. Endi doktor turib davolashi kerak bo'lib qoldi. Sirrochni. Bo'lmasa juda yomon, xullas holati og'ir. Miyasidan otibdimish. Topdikmi? Hop. Endi inspektorga iltimos qilamiz, bizga o'sha topib bering. Kimdan gumonlanyapsiz? Hop. Cho'ta o'yinimizda xitrlik ishlatilayotganga o'xshayapti. Hop, ko'zimizni ochamiz, kunni yorug'i. Ha, bizda o'lgan bor. O'lgan bilan birga mafiya ikkinchisi topildi. Birinchi qaysi biridan boshlaymiz? Hozir o'yinda Mirnijitilla g'olib. Kim ketdi deb o'ylaymiz? Kim mafiya edi? Bitta ovoz berib ko'ramiz. Hozir to'xtaylik. Bilamiz, kim chiqib ketganini bilaman. Undan oldin o'lganni chiqarib o'raman. O'lganni Mirnijitilla chiqarib o'raman. Balki bu boshqa qanaqadir. Hop. Mirjalol bizdan tark etadi o'yindan hozir. Kim eding? Doktor edi. Doktor noto'g'ri odamni davolab qo'ydi, o'zini davololmasdi, chunki o'zini davolab bo'lgan edi. Hop, ana endi mafiyani hop, kimni o'ylaysan? Birinchi. Aha. Lekin islommas. Nimaga islommas endi? Eshtardim. Hop, kim?
Lekin mafiya ham chiqib ketdi. Inspektor shustriylik qilyapti yo ko'zini ochib oldi boya. Biza ozgina bolalarni qiziqtirish maqsadida sira sotatmasdan ovoz qo'yishga boshladik. Ovoz berish jarayonida bolalar ko'pincha bir-biriga ovoz bermadi, chunki bu yoqda mafiya Ulug'bek edi. Ulug'bek ham qo'shilishib chalg'itishga harakat qilib ko'rdi, lekin hech o'xshamadi va bolalar baribir oxirida Ulug'bekga qarshi ovoz berishni tanlab qolishdi va bu ishlari bilan ular to'g'ri qarorga kelishgan edi. Bu yog'ini videoda ko'rasizlar. Bergan ovoz bera olmaydi. Aha. Ovozi natijasida ham, boshqasida ham mafiya ko'p ovoz to'pladi. Ulug' mafiya edi. Gap yo'q. Chabe-chabe. Birinchi raundimizda Mirnish Yitillar g'olib bo'ldi. Bu osonroq kechdi. Hozir shustriylik bo'lganmi yo'qmi? Ikkinchi raundni aniqlab olamiz. Ketdik. Ikkinchi raundimizni bo'lsa, bizani like'lar sonimiz o'z limitiga yetgandan keyin ikkinchi qism qilib chiqaramiz. Xullas, videoga like bosinglar, obuna bo'lib, bizani kuzatishda davom etinglar. Hammalarga rahmat.